vaqtim bo'lmadi, vaqtim yo'q edi, ilojini qila olmadim. Bu so'zlar ko'pincha haqiqat emas, qulay niqobdir. Hech kimning vaqti yo'qolib ketmaydi. U faqat ustuvorliklarga bo'linadi. Kim qadrli bo'lsa, vaqt topiladi. Kim ikkinchi darajali bo'lsa, bahona. Xohish bo'lmagan joyda har qanday sabab yetarli bo'ladi. Ammo xohish bo'lsa, eng band kunning ichidan ham bir daqiqa siqib chiqariladi. Chunki chin istak bahona bilan yashay olmaydi. Shuning uchun so'zlarga ishonmang. So'zlar eng arzon narsa. Amallarga qarang, inson kimni, nimani tanlaganini aynan shu yerda ko'rsatadi. Va yodda tuting, kim siz uchun vaqt topa olmasa, u siz uchun joy ham topa olmagan bo'ladi.